Deb yozdingizmi? Barakalla. Hozir mavzuga mos men sizga so'z aytaman. Siz shu so'zni zid ma'nosini yozasiz. Tushundingiz? Misol uchun nordon siz nima deb yozasiz? Shirin. Barakalla. Lug'at diktantda virgul bilan nima qilamiz? Yozib ketamiz. Birinchi so'zni qanday yozamiz? Shirin. Barakalla. Bosh harf bilan yozamiz. Yozdik. Nordon siz yozdingiz. Zid ma'nolisini sizni qay darajada tushungan-tushunmaganingizni bilish uchun men sizdan shunday diktant olayapman. Yumshoq yozing. Barakalla. Baland. O'quvchilarning baland yozdingizmi? Baland yozdingiz. Keng. Keng. Keng yozdingizmi? Juda ham yaxshi. Tez. Tez yugurdi misol uchun. Tez yugurdi. Yozdingizmi? Barakalla, otasiga rahmat. Quvnoq. 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 Yozdingizmi? Yengil. Yengil. Malika qizim, nimani tushunmading? Mendan so'ra. Yoz. Yengil. Yozdingizmi?